Hello everyone. My full name is Sultan Muratova Dildora. I am an IELTS certificate holder. I want to start working at a new school with new goals. Yangiyer shahrida zamonaviy qulayliklarni o'z ichiga olgan 12 maktabda men o'z faoliyatimni boshlamoqchiman. Kelajakda men o'z o'quvchilarimga ingliz tili yo'nalishida turli xil sertifikatlarni qo'lga kiritishlarida va maqsadlariga yetishda o'z yordamimni bermoqchiman. Hozirgi kunda ushbu maktab 900 kishiga mo'ljallangan va ayni paytda 50 o'quvchini o'z bag'riga jamlagan. Kelajakdagi maqsadlarim o'z o'quvchilarimga ingliz tili yo'nalishida kerakli ko'nikmalarni berib, o'z maqsadlariga yetishishda o'z hissamni qo'shish. Umid qilamanki, ushbu maktabda o'z o'rnimni topib, jamoamdagi o'qituvchilar bilan tajribalarini almashamiz.